Ha, xobdi, yursin. 6000 стоит misiya komfort bo'ladi. 2015-yil 1 yevro Cobalt mashinasini biz sizlar uchun egalar bilan kelishib, tortishib, $6050 ga tushirib qo'ydik. Kraskasi o'sha 20%, 25% atrofida bor ekan. Mashina tayyor. Avtomat korobka Cobalt diskalar taqishgan, yaxshi balonlar. Holati zo'r bo'lib turibdi. Polirovka keramikalar ham qilishibdi. Ideal bo'lib ochilib turibdi. Albatta, bitta like bosib qo'ying. Harakat qilyapmiz egalar bilan tortishib, narxini tushirishga harakat qilyapmiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan arzonlarni qo'yamiz. Holatlari ideal holatda bo'lib turibdi. Gazlargacha ustunovka qilingan, benzin gazga yuradi. Multirollar ustunovka qilishibdi, test monitorlar, yaxshi chexollar, evakuat ko'ringlar. Mashina qo'yingki ideal holatda. Даже 15 emas, даже 20 bilan tortishadigan holatda bo'lib turibdi. 1 yevro Cobalt mashinasi biz sizlar uchun egalar bilan kelishib 6050 ga tushirib qo'ydik. Motor ходовой, mashinaning umuman texnik rasxodlari yo'q. Kuzov qismi ham chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Короче, mashina tayyor. Egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib qolib baraka qilib olsanglar bo'ladi. $6050 ga 2015-yil 1 yevro Cobalt mashinasi. Albatta eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmanglar, arzonlari oldinda bo'ladi.